Mana zontik. Madinada zontik ochilishda boshladi. Mana shunaqadan 250 da Anvar aka. Hamma mana shu olishni boshladi, to'xtadi. Ha, yo'q, boshladi yana. To'xtab qoldi. O, mana hammasi tinglab ochilyapti. No. Zontik. Qani ketaveradi soldatlar. $5 million yanishmayotgan bo'lsam agar Alloh adashtirmasa bittasi. Bittasi. Maşallah. Maşallah. Ana ochilyapti zontik. Ayna kadar. Git. Ya, to'xtadi hamma. Ha, ketdik. Ha, sekin ekan, sekin. Sabr deb ko'rsatyapti, endi uni tushunmaymiz. Shirifdan qo'mon tog'a. Ochilguncha olib qolarmiz, qani qaydadir to'xtatadi yana bir. Ha? Chip tushib ekan. Zontik ochilyapti. Ha, to'xtatadi. To'xtatmasdan bor. Qoldirib qo'yamiz. To'xtatadi mana shu yerda. Mana shu zontik mana. Hali ochilyapti. 250 ta. İnşallah. Mana shu vani ko'rgani kelganlarga barini Aptoda qolmasin, jaziramada qolmasin deb soyabonlik qilingan. To'xtab qoldi. Ochilmayotganlari bor, ular salqirib ochiladi ular. Uyim ochiladi, nariga. Ha, mana turganlar. Hammasi to'xtatdi. Quyosh kutyapti bular. Quyosh ochilib ketadigan. Qani? Bir qimirlab qo'yadi, to'xtabsa joylashib, vallar taxlari to'g'rilanadi-da. Ana ochilishni boshladi. Mana ro'paramiz boshladi. Mana yana boshladi, yana yurishni mana. Ko'rasizmi Anvar aka? Zontik 25 ga 25, balandligi yanglishmayotgan bo'lsam 22 metr. Zontik haqida ma'lumot berilyapti bilganlar tomonidan. Ma'lumot kerak emas? Kerak emas demayman, berilyapti bilganlar tomonidan deb men zapis qilyapman. Aniqlik darajasida to'g'ri aytayapti, menimcha qanchadir to'g'ri lekin narsalar. Ancha burun nima qilingan edi? Ana mana shu. Ketdik. Qani yuramiz. Ya to'xtatadi endi nima şeyda, yugursang ham, yursang ham şeyda to'xtatadi. Zontik hali ochilyapti mana. Topama qo'ysalar. Bu tepamizda hali ochilyapti. Ochilib tugagani yo'q. Haligi ham mana ochilyapti. Mana uzun tiklamani ochilib bo'ldi endi. Bundan ortiq harakat qilmaydi.